Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda qadimdan inson hayotida muhim o'rin tutib kelayotgan, deyarli har bir xonadon dasturxonida uchraydigan, mazasi, xushbo'yligi va beqiyos foydalari bilan mashhur meva olma haqida gaplashamiz. Ehtimol, ko'pchiligimiz olmani oddiy meva sifatida iste'mol qilamiz. Biroq aslida uning ichida yashiringan foydalar, inson organizmi uchun beradigan qudratli ta'sirlar hayratlanarli darajada ko'p. Shu sababli ham kuniga bir dona olma yesangiz shifokorga hojat qolmaydi degan mashhur naql bejiz aytilmagan. Avvalo, olmaning tarkibida juda ko'p biologik faol moddalar borligini aytib o'tish kerak. Unda C vitamini, A vitamini, E vitamini, B guruh vitaminlari hamda temir, magniy, kaliy, fosfor kabi minerallar mavjud. Bu moddalar inson organizmini nafaqat to'yintiradi, balki uni himoya ham qiladi. Masalan, C vitamini immunitetni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun olma kuz va qish mavsumida, ya'ni shamollash kasalliklari ko'p uchraydigan paytda eng yaxshi himoya vositalaridan biri hisoblanadi. Olma yurak va qon tomirlari uchun ham katta foyda beradi. Uning tarkibida pektin deb ataladigan modda mavjud bo'lib, u qondagi zaharli xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Natijada qon tomirlari tiqilib qolish xavfi pasayadi. Yurak xuruji va insult kabi kasalliklarning oldini olish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, olma tarkibidagi kaliy yurak mushaklari faoliyatini mustahkamlaydi. Qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Shuningdek, olma ichak faoliyati uchun ham foydali. Tarkibidagi tolalar ovqat hazm qilish jarayonini yengillashtiradi. Ichakdagi zararli moddalarni chiqarib yuboradi. Ko'plab mutaxassislar parhezda bo'lgan odamlarga olma iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Chunki u nafaqat ochlik hissini kamaytiradi, balki ortiqcha yog'larning yig'ilishiga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, olma vaznni me'yorlashtirishda ham yordamchi vosita hisoblanadi. Olma teri go'zalligi va yoshligini saqlashda ham beqiyos foydaga ega. Unda antioksidantlar ko'pligi tufayli hujayralarning qarishini sekinlashtiradi. Terini elastik, tiniq va sog'lom saqlaydi. Shuning uchun ham kosmetologiyada olma asosida tayyorlangan niqoblar keng qo'llaniladi. Xuddi shu xususiyati tufayli olma iste'mol qilish insonni tashqi ko'rinishda ham yoshroq ko'rsatadi. Olma nerv tizimi uchun ham foydali meva. Tarkibidagi B guruh vitaminlari kayfiyatni yaxshilaydi. Stress va charchoqqa qarshi kurashadi. Xotirani mustahkamlaydi. Olimlar muntazam ravishda olma iste'mol qiladigan odamlar kognitiv faoliyatni uzoq vaqt saqlab qolishlarini aniqlashgan. Bu esa albatta zamonaviy hayotning shiddatli ritmida juda katta ahamiyatga ega. Bolalar uchun ham olmaning foydasi beqiyos. Ularning o'sishi, suyaklarining mustahkamlanishi, tishlari sog'lom bo'lishi uchun olma juda zarur. Ayniqsa, yangi tishlar chiqa boshlagan paytda olma chaynash tishlarni mustahkamlaydi. Jag' mushaklarini kuchaytiradi. Shu sababli ota-onalarga farzandlariga ko'proq olma berish tavsiya etiladi. Olma nafaqat yangi holda, balki sharbat, murabbo, kompot, quritilgan holatda ham iste'mol qilinadi. Olma sharbatida juda ko'p vitaminlar saqlanadi. U qon tarkibini tozalashda, organizmni kuchliroq qilishda muhim ahamiyatga ega. Quritilgan olma esa qishda vitaminlar tanqis bo'lganda juda foydali bo'ladi. U nafaqat shirin va mazali, balki organizmga ham katta foyda beradi. Olimlar olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, olma iste'moli saraton kasalliklarining ayrim turlariga qarshi ham himoya vazifasini bajaradi. Uning tarkibidagi flavonoidlar va antioksidantlar hujayralarni zararli erkin radikallardan himoya qiladi. Ayniqsa, o'pka va ichak saratoni xavfini kamaytirishda olmaning foydasi katta ekanligi aniqlangan. Olmaning yana bir qiziqarli xususiyati shundaki, u nafas yo'llari uchun ham foydali. Asma bilan og'rigan odamlarga muntazam ravishda olma iste'mol qilish tavsiya etiladi. Chunki undagi bioaktiv moddalar nafas olish tizimini mustahkamlaydi, havo almashinuvini yaxshilaydi. Bundan tashqari, olma qon tarkibidagi temir moddasini ko'paytiradi.
Bu esa kamqonlikning oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa ayollar uchun juda muhim, chunki temir yetishmovchiligi ko'p uchraydi. Olma iste'moli qon ishlab chiqarish jarayonini yaxshilaydi, odamni hushyor va tetik qiladi. Olma xalq tabobatida ham keng qo'llanilgan. Ajdodlarimiz shamollash, yo'tal, tomoq og'rig'ida olma qaynatmasidan foydalanishgan. Ba'zi hududlarda esa yurak xastaliklarini davolash uchun ham olma asosida turli ichimliklar tayyorlangan. Bu ham olmaning qadimda inson hayotida muhim o'rin tutganidan dalolat beradi. Olma rangiga qarab uning foydasi turlicha bo'ladi. Har xil rangli olmalar tarkibida vitamin va antioksidant moddalar bir-biridan farq qiladi. Qizil olma ko'proq antioksidantlar va polifenollarga boy. Bular yurak-qon tomir kasalliklaridan himoya qiladi, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Sariq olma A vitamini, beta-karotin va C vitamini ko'p bo'ladi. Bu vitaminlar ko'zni, terini va immunitetni mustahkamlaydi, shuningdek, hazmni yaxshilaydi. Yashil olma boshqa ranglarga qaraganda kamroq shakar saqlaydi. Lekin C vitamini va kletchatkalar juda ko'p. Olmaning bu turi qonda shakarni me'yorda ushlash, vazn nazorati va oshqozon ichak faoliyatini yaxshilashda foydali. Shu o'rinda kichik maslahat: olmani yuvib, po'sti bilan birga iste'mol qilganingiz ma'qul. Chunki eng ko'p foydali moddalar aynan po'stida to'plangan bo'ladi. Agar uni tozalab tashlasangiz, foydasining bir qismini yo'qotishingiz mumkin. Agar siz olmani yaxshi ko'rsangiz, izohlarda qaysi navini ko'proq iste'mol qilishingizni yozib qoldiring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har doim sog'lom bo'ling.